Bu haqda emas, vazirlik o'tkazgan ko'rgazmaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U yerda chuvalchangdan olingan zardob va ovoz o'tkazmaydigan yangi ko'rinishdagi chiqindilardan olingan g'ishtlar haqida gap ketadi. Ushbu forumdagi ilmiy ishlanmalardan biri Kaliforniya qizil chuvalchangidan tayyorlanadigan zardob. Kaliforniya qizil chuvalchangidan zardob ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. 11 xil turdagi kasallikni yengishga yordam berishi aytilayotgan zardobdan bugungi kunda 4000 dona ishlab chiqarilgan. Forumdan so'ng bu raqamlar oshishi mumkin. Navbatdagi ilmiy loyiha esa sanoatda chuchuk suvni tejalishi bilan muhim. O'rtacha bir kecha kunduzda bir kishiga 250 litrgacha suv iste'mol qiladi. Bunga ichish, yuvinish va hokazo har bir jabhasi uchun ketadi. Loyihani amalga oshirilsa, sanoat korxonalari foydalanayotgan yillik juda katta miqdordagi chuchuk suvni tejab, biz kommunal maishiy xo'jaligi, ya'ni insonlarda o'sha turmush tarzida foydalanish uchun bemalol berib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Forumdagi 100 dan ortiq loyiha va ishlanmalar ichida sanoat chiqindilaridan tayyorlanadigan qurilish materiallari ham bor. U odatdagi penoplast va karton qog'ozdan tayyorlanadi. Tayyor mahsulot ovoz, issiqlik va suvni o'tkazmaydi deydi mutaxassislar. Siz telefoningiz bormi? Men sizga isbotlab ko'rsatib beraman bu narsani. Bor, xolos. Buni pastdan baland qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ovozni eshitib, Ushbu mahsulotlarimiz 30 tonnacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. 12-martgacha o'tkaziladigan ilmiy ishlanmalarni bahorgi tijoratlashtirish forumi doirasida 23 milliard so'mga yaqin pul mablag'i innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarilishiga yo'naltirilgan hamda tijoratlashtirishgacha tayyorlash ishlarini amalga oshirgan loyiha rahbarlariga topshiriladi. Asror Ergashev, Sardor Mamurov, Markaziy studiya.